Okalar biz har doimgida polietilen pul lazım. Olimjon aka 16 litr chiqarib turgan. Dehqonlarimiz uchun diametri 16, tomchilab sug'orish uchun trubalarimizni chiqarishni boshladi. Xudo xohlasa ustini o'la. Men qachon kelgan bo'lsam to'xtamadi. Xudo xohlasa gapsiz yo'q. Narxlari yashirmayman, o'zon emas. O'zon narsa bilasiz sifatsiz bo'ladi. Bizda sifatsiz narsaning o'zi yo'q, ha. Sifatli birinchi sortda quyiladi. Birinchi sortda quyiladi. Oka o'zir deyarli buni sezon o'tdi. Ayta qish kelibdi, nima qilasizlar buni pulni ol qiladi, quyib oka. O'zi asli tomchilab sug'orish uchun bu mana noyabr oyidan dekabr, yanvar oyigacha bog'lanib montaj qilinadi. Asosiy suv kerak bo'ladigan mahalla bahor, mart, aprel oylarida shu tomchilab sug'orishdan boshlanadi. Effektivligi o'ta yuqori. Ha, kech qolarlar, bahorda o'lib, shunday qilishadi. Ha, keyin u mana mart, aprel oylarida keyin uni montaj qilib, oxirida qo'yganlar qiladi uni. O'shanda oldindan harakat qilganlar, o'sha o'zi oktyabr oyida, oktyabr, noyabr, dekabr oylarida montaj qilishadi. Samimiy gap. Hali bizni brendimiz sotish emas. Sizni maslahatingiz hozirgi oilada olib montaj qilib qo'ysa yaxshi bo'ladi. Ha, shunday bo'ladi. Albatta o'zingizning fikringizni qoldirasiz. Endi ichkaridan bitta quyishni ko'rsatamiz. Mana qo'limda ko'rib turganingizni okalar, mana tomchilab sug'atishga, mana juda ham ajoyib bo'lgan. Epkeni operator ko'rsatib o'tasiz. Olim aka buni bo'simi holati qanaqa? Tushunmadim aka bu. Arg'am singarini chiqaveradi. Aytaveradi uni. Ana. Mana okalar sinib bukilib ketmaydi. Real holatda bukib tashlashning muammosi yo'q ekan, okalar mana. Eng birinchi so'z. Ko'rsatib o'ling, hech qanday sinni boshqa bo'lmaydi. Hop. Mana okalar mana chiroyli berib ishga urib turibdilar. Muammosi yo'q mana. O'ralgan jarayoni ketibdi, bu tomonda ishlar jarayoni kelibdi mana. Real holatda ustunlarni to'xtamizda. Qopdagilar nima deb o'ylashingiz mumkin? Bu shakar emas. Olimjon aka nima bu yerga qoplab tashalgan? Kumash polietilen quvuri birinchi sort mahsuloti shortangaz granulada ishlab chiqariladi. Haqiqiy polietilen trubniy mahsulotlar shu mahsulotlar chiqarilgan. Bizda okalar fufyor ishlamaydi, mana oppoq o'sha birinchi sortdagi qoplab tashlab bo'lsa kelinaveradi. 16 lidan diametri 200 gacha bo'lgan razmerlarda mahsulotlar yetkazib bera olamiz. Narxini ham xudo xolasa zo'r narx beramiz.